Assalomu alaykum, Stro bazamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videoni ham boshlab oldik. Bugun sizlar bilan folgizolasiya mahsulotlarini qayerdan, narxlari qancha, razmerlari va eng arzon narxda qayerdan xarid qilish mumkinligini xudo xolasa aytib o'tamiz. Assalomu alaykum. Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Aka, Yaxshimisiz? bizga rahmat. Folgizolasiya mahsulotini narxlari, razmerlari va qayerlarga ishlatilishini bir qator aytib o'tsangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum Strobazaning aziz obunachilari. Bizning omborda mana shunday folgizolasiya Bu nechlik aka? Bu uchligi bizning omborda 2lik, 3lik, 5lik razmerlari bor. Xo'p, o'zini razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 1 metr bo'ladi. Ustakalarimiz hammasi bilsa kerak qayerga ishlatishda, ya'ni to'pipol ustidan, gilam tagidan ishlatsa, isidi juda ham yaxshi tushadi. Issiq sovuqda yaxshi tushadi. Issiq sovuqda yaxshi tushadi. Qator ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda 5liklari bor, uni orqasida 2lik razmerdagilari. Ko'rishinglar mumkin. Cheklanmagan miqdorda menimcha. To'g'ri zavoddan kelganligi uchun bemalol cheklanmagan miqdorda xarid qilishi mumkin obunachilarimiz. Juda ham ajoyib. Ko'rishinglar mumkin. Aka, bu qanaqasi? Bu folgizolyatsiyani aka, yana bitta narsa esdan chiqibdi. Hop, folgizolyatsiyani aytib o'tsangiz, narxlarni aytib qo'ying. Narxlari obunachilarimizga narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 2lik, 3lik, 5lik razmerlari bor. Hop, $9, $11, $17. Bitta ruloni. Bitta rulonda 50 kvadrat bo'ladi. 50 kvadrat ko'rishinglar. Biriga 50 razmeri. Qalinligini ham ko'rsatib qo'yaylik. Qalinligi bor. 3ligi. 3ligi. Normalniy. Bu yerda 5ligi bor. Bu tarafda 5liklari bor ekan. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Endi bu mahsulotga o'tamiz. Bu endi folgizolatsiyani kim istasa bo'ladi, dadasimi, oboddasimi? Shu aka. Juda ham qalin bo'ladi. Bu ancha qalin ekan-a? Ancha qalin. Adashmasam yarim santim. Bu yerda 2 santimetrligi ham bor aka. Kelsangiz ko'rsataman. Qalinligi. Qalinligi, oho. Juda ham qalin bo'ladi. Xo'p, razmerlari folgizolatsiya bilan bir xil. Rulonda 50 metr. Balandligi 1 metr bo'ladi. 50 kvadrat tashkil etadi. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 2lisi 20 ming so'm. Mana shunday 2lisi. 20 ming so'm. 1 metr 20 ming. 1 metr 20 ming so'm. 1 metr 20 ming so'm. Hop, 1,5 santimetrligi bor 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan. Agar tomga qilayotgan akalarimiz bo'lsa, undan ham qalini, mana shundaylari ham bor. To'rtburchak qilib ham olib kelib qo'yamiz. Juda ham qalinlagan mana. Ancha qalinlagan bu. Xudo xolasa menimcha uylar buzilib keyin yaloqlangan bo'lsa kerak. Ko'rishinglar mumkin. Bundan ham cheklanmagan miqdorda bor ekan. Rahmat Abdulaziz aka ma'lumotlar uchun. Akalar, bizda dastlabki xizmatlari ham bor. Keyin manzilimiz so'rayotgan akalarimiz uchun manzilimiz Vodiyda, Andijon shahar, Soy eski mazzavodda ichkarisida joyimiz. Stro baza desanglar, xudo xolasa hamma biladi. Ko'rsataveradi. Soyga kelib so'raysizlar faqat mazavod ichiga kirgandan keyin. Xudo xolasa bugungi videomizni ham tugatdik. Xudo xolasa bundan keyingi mahsulotimiz boshqa mahsulot bo'ladi. Obunachilarimiz qaysi mahsulotligini aytsa, keyingi videoda qaysi mahsulotni obzor qilib chiqishimiz, narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozishsa, biz ashuni bo'laveradi. Obzor qilib chiqamiz. Profilga o'tsanglar, bundan oldingi videolarda Penaplex, Teplex va bazalt mahsulotlarini birma-bir gapirib chiqqanmiz, razmerlar, narxlar haqida. Xudo xolasa foydali bo'ldi degan umiddamiz.